Assalomu alaykum YouTube muzokirachilari. Yana bir bor mana montaj jarayonlarimiz. Yosh panelda ikki qator qilib joyda ekan qilish uchun qo'ydik. Metal konstruktorlarimiz ugelnik to'rga to'r 2 tekalik kabelimiz maxsus o'zini yonmas kabelidan birorta joyga uloq qilmaganmiz. Hammasi zavodskiy mana bunaqa shtekillarda olingan. Xudo xolasa bitta shamoli qattiq bo'lar ekan. Shamolga stoychniy qilib uporniy temirlar berib qildik. Bunga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimiz ideal elektr zamonimizga murojaat qilamiz. Sifatli, arzon qilib o'rnatib beramiz. Assalomu alaykum YouTube muzokirachilari. Mana biz Namangan Pop shahriga 10 kilovatlik 220 DA invertorlarni o'rnatib berdik. Zazimlalarimiz qilingan. Mana xudo xolasa juda chiroyli qilib chaqmoqlashda o'zini maxsus постоянный tok uchun avtomatlari. Uy egalari iltimos qilganlar, relay napirjini ham qo'yib berdik.